Hop, biz kvadrat uchqatni chiziqli ko'paytiruvchilarga ajratish, ya'ni ax kvadrat plus bx plus c ni qanday mana shunday holatga keltiramiz. Biz hozir shuni isbotini o'rganamiz. Xo'sh, buning uchun biz har bitta xatni a ga bo'lib o'ramiz. A ga bo'ladigan bo'lsa x kvadrat plus b taqsim a plus c taqsim a teng 0 hosil bo'ladi. Bu yerdan b teng emasdan oldin x1 plus x2 teng minus b taqsim a. x1 ko'paygan x2 esa c taqsim a hosil bo'ladi. Xo'p, men bu yerdan bani topadigan bo'lsam, b teng minus a x1 plus x2. Xo'p, c ni topadigan bo'lsam esa a ko'paytirilgan x1 ko'paygan x2 hosil bo'ladi. Men topilgan qiymatlarni b, c larni mana shu ifodaga olib qo'yaman. A x kvadrat hop plus b minus a x1 plus x2 hop plus c o'rniga esa a x1 ko'paygan x2 teng 0 hosil bo'ladi. Ax kvadrat minus hop har bitta ifodani men ana tashqariga chiqaradigan bo'lsam x kvadrat minus x1 hop mana bu yerda x bor ekan. X ni ham ko'paytiradigan bo'lsam x1 ko'paytirilgan x minus bo'ladi x2 ko'paytirilgan x. Hop plus x1 ko'paygan x2 teng 0. Xo'sh, mana shu joyda nima hosil bo'ladi? A. Hop, mana bu ifodadan x ni tashqariga chiqaradigan bo'lsam x minus x1 hosil bo'ladi. Hop, mana bu ifodadan esa men x2 ni chiqaraman. Va minus x2 ni chiqaradigan bo'lsam x minus x1 teng 0 hosil bo'ladi. Hop, a ko'paytirilgan hop x minus x1 ikkita ifodada bo'lgani uchun x minus x1 ni umumiy tashqariga chiqaraman. X minus x1 ichkarida qolib ketadi x minus x2 teng 0 va formula isbotlanadi.